Bugun biz premium klassdagi Leapmotor D19 avtomobilini obzorini ko'rib chiqamiz va sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Bu avtomobil 2026-yilda Leapmotors kompaniyasi tomonidan taqdim etildi. Bu avtomobil yangi bo'lgani uchun hali ko'p ham ma'lumotlarga ko'pchilik ega emas, lekin biz sizlar uchun harakat qildik ma'lumotlarni qidirib topishga va qilgan mehnatimizga samarasi o'laroq bitta like bosib baho berib qo'yasizlar. Biz bo'lsa sizlarga ma'lumot berishga davom etamiz. Premium klassdagi avtomobil deyapmiz. Nima uchun? Sababi bu avtomobil Aito M9, Li9 avtomobillari bilan bemalol raqobat qila oladi. Biz aytgancha Aito M9 va Li9 avtomobillarini YouTube kanalimizda u haqda ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi va bemalol bir-biriga solishtirsanglar bo'ladi. Qo'limdan kelgancha Li9 avtomobili bilan buni solishtirib ketaman. Qanchalik bir-biriga yaqin va qanchalik raqobatlasha oladi. Balki kimgadir Li9 avtomobili shunchalik yuragiga o'rnashganki, bundagi ba'zi bir funksiyalari unga raqobat bo'la olmas. Lekin ko'rib chiqamiz. Hozir qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilasiz va ko'rasiz. Niyat qilinglar, bu avtomobilni xudo xolisa oilangiz bilan bemalol haydab, maza qilib oilangizni uzoq-uzoqlarga olib borib yurishni sizlarga nasib qilsin. Agar nima deydi, bu avtomobilni olmagan taqdiringizda ham so'nggi texnologiyalar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz degan umiddaman. Shuning uchun hozir ketgan vaqtingiz hech qanaqa sizga zarariga yurmaydi, faqatgina foyda bo'ladi. Xo'p, Leapmotors D19 avtomobilini gabaritidan boshlaymiz. Gabaritlari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Aito M9 dan ozginagina uzunroq, hattoki Li9 dan ham ozginagina uzunroq. Hozir agar solishtirib beradigan bo'lsam, buni uzunligi 5252 mm ni tashkil qiladi. Aito M9 niki esa 5230 mm, ozginagina uzun. Li9 niki esa 5218 mm. Kengligiga keladigan bo'lsak, 1995 mm kenglikdagi avtomobil, balandligi 1780 mm balandlikdagi avtomobil hisoblanadi. G'ildiraklarini bazasi 3110 mm ni tashkil qiladi. Avtomobilning g'ildiraklariga keladigan bo'lsak, avtomobilning g'ildiraklari R21 Michelin ballonlari bilan birgalikda ishlab chiqariladigan mana shunaqa ko'rinishdagi g'ildiraklar. Ko'rib turganingiz, diskasi polniy, xuddi Lagan diskiga o'xshaydi, juda ham chiroyli. Xo'p, avtomobilni ikki xil versiyada ishlab chiqariladi. Leapmotors avtosaloni sizga ikki xil versiyada taqdim etyapti. Bittasi bu to'liq elektrda harakatlanadi, ikkinchisi esa gibrid. To'liq elektrda harakat qilinishini bu hayolingizga ham keltirib olmaysiz, qancha kilometr bosib o'tadi? 720 kilometr. O'zbekiston sharoitida mayli 550 kilometr bosib o'tsin, mayli 500 kilometr bosib o'tsin, bu albatta mazza-ku, to'g'rimi? Qachon zaryadkaga qo'yganingiz ham esingizdan chiqib qoladi, o'rtoqlar. Xo'p, gibridda harakatlanishi bo'lsa 500 kilometrni tashkil qiladi. Elektrda umumiy gibridda harakatlanishi 1180 kilometr yo'l bosib o'ta olar ekan. Gibrid versiyasida dvigatelga keladigan bo'lsak, ketma-ketlikdagi, demak, gibrid hisoblanadi. Ya'ni 1,5 turbo atmosfer dvigatel bilan jihozlangan va u faqatgina elektr dvigatelga elektr zaryadlash uchun xizmat ko'rsatadi. Ya'ni g'ildiraklarni u harakatlantirmaydi. Mana shunaqa avtomobil. Bu avtomobilni demak premium klassdagi avtomobil deb atalyapti va eng asosiysi bu uni kuzovi emas, uni saloni hisoblanadi. Kuzoviga keladigan bo'lsak, yana bitta ma'lumot. Ikki xil rangda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, tepasi boshqa rang va pastki qismi boshqa rangda. Avtomobilni hozir endi demak eshiklarini haqida ma'lumot beraman. Avtomobilda 360 kamerasi va ko'rinmas demak zonani ko'rish funksiyalari ham mavjud. Avtomobilni eshiklari, oldi eshigi va orqa eshiklari ko'rib turganingizdek. Xo'p, oldi eshigidan boshlaymiz. Oldi eshigida 4 ta oynani tushirib chiqarish demak tugmalari mavjud. Men qoyil qolganim, avtomobilni demak eshigini ushlagichlari mana shunaqa holatda qilingan. Juda ham chiroyli dizayn. Avtomobilning eshiklarini tepa qismi sun'iy charm bilan qoplangan. Dekorativ yog'och. Bu yerda akustikasi va plastik ekan bu yer. Bu yog'i esa sun'iy charm.
pastki qismi esa plastik. Avtomobilda demak eshigini ochish tugmasi mavjud, elektron tugmasi. Bu lekin avtomobilning eshigini 100% ochib yopmaydi. Faqatgina demak eshikni ochib yopish albatta qo'l bilan harakatlanadi. Undan tashqari yana bitta narsani inobatga olishgan. Hozirgi kunda demak ko'p elektromobillarda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Ya'ni kim tok zaryadi o'chib qolsa, eshiklarda demak blokirovkaga tushib qoladigan bo'lsa, bu yerda demak xavfsizlikni oldini olish maqsadida maxsus demak mexanik tugma qilingan. Bu tugma demak avtomobilda to'liq elektr o'chib qolsa, mana shu tugma orqali biz eshikni ochish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Salonga o'tamiz. Avvalambor avtomobilni xavfsizligi haqida gapiradigan bo'lsak, avtomobilda barcha xavfsizlik funksiyalari mavjud. Bu lidar tizimi, adaptiv cruise control, ya'ni nazorat tizimi, yo'laklarni ushlab turish tizimi, favqulodda avtomatik tormoz tizimi, 360 kamera, ko'rinmas nuqtani nazorati, avtomatik parkovka va shaharda yo'llarda yurishda avtopilot tizimlari bilan jihozlangan mana shunaqa xavfsiz avtomobil. Avtomobilda bir necha monitorlar mavjud. Birinchisi bu demak haydovchini monitori. Haydovchini monitorini kattaligi 10 dyumni tashkil qiladi. Undan tashqari head-up display ham mavjud. Head-up display haqida qo'shimcha ma'lumot beradigan bo'lsak, head-up display bu demak avtomobil harakatlanayotganda demak avtomobil oynasida qo'shimcha ma'lumotlar chiqadi. Qancha harakatlanayotgani, qancha tezlikda ketayotgani va siz qo'shimcha ma'lumotlarni bu monitordan tashqari head-up display orqali ham ko'rib turish imkoniyatiga egasiz. Ruliga keladigan bo'lsak, yumshoq charm bilan qoplangan multimediali rum, barcha mediani boshqarish imkoniyati bor. Menga Leap Motors oxirgi kunlarda yoqayotgan joyi shundaki, avtomobillarda mana shunaqa roliklik demak tugmalar bilan ishlab chiqarildi. Bu tugmalar nafaqat tugmani bosish, balki rolik orqali ham ovozlarni boshqarish imkoniyatini beradi. Avtomobilni rulini tushishi, balandligini nazorati bu avtomatik demak nazorat qilinadi. Hozir kamerani bu tomondan olib o'tamiz va eshiklarni yopganimizda avtomatik tarzda demak rul balandlashadi va siz qo'ygan demak sozlamaga o'zi avtomatik tarzda erishadi. O'rindiqlar harakatlanadi va bu rul balandga pastga ko'tarilishi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Xo'p, avtomobilni demak eshiklarini ochilishini tugmasini sinab ko'ramiz. Faqatgina ko'rib turganingizdek tugma eshikni ochib berdi. Lekin eshikni ochishingiz va yopishingiz o'zingizni qo'l harakatingiz bilan amalga oshiriladi. Ya'ni avtomatik tarzda ochilmaydi. Aito M9 da adashmasam va Li9 larda bu avtomatik tarzda ochiladi va avtomatik tarzda yopiladigan eshiklar edi. Xo'p, akustikasiga keladigan bo'lsak, Leap Motors'ni o'zini akustikalaridan foydalangan holatda ishlab chiqarilgan. Qarang, eshikni yopaman. Eshikni yopganimizda rul avtomatik tarzda harakatlanyapti va o'zingiz belgilab bergan sozlamalarga qadar harakatlanadi va o'zi avtomatik tarzda unga moslashadi. Xo'p, rul haqida ma'lumot berdik, haydovchini monitori haqida ma'lumot berdik. Endi mana bu demak torpedkasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu demak yumshoq plastikdan qilingan torpedka, qora, pastki esa oq dizayn. Bu yerda esa dekorativ yog'ochdan qilingan. Albatta bu yerda yorliqlar bor, bu esa konditsioner uchun kanallar qoldirilib ketilgan. Markaziy monitor haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, 17.3 dyumli mana shunaqa katta monitor joylashgan. Monitorni ko'rib turganingizdek tezligi zo'r. Monitor orqali har bir funksiyani boshqarish imkoniyati bor. Hozircha Xitoy versiyasida turibdi, lekin menimcha tez orada buni ham rus versiyalariga o'tkazish imkoniyati mavjud. Monitorning kattaligiga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Albatta tezligi ham tez bo'lishi kerak, chunki barcha funksiyalar monitorda boshqarilgandan keyin bu albatta sekin ishlasa, albatta obro'sini yo'qotib qo'yadi. Xo'p, bu yerda yana qo'shimcha bardachok bor. Ko'rib turganingizdek, bariga keladigan bo'lsak, bari oppoqqina, bu yerda dekorativ demak yog'ochdan qilingan joyi bor ekan. Telefonni zaryadlash funksiyasi va albatta qizib ketmasligi uchun mana shunaqa kanallar tashlab o'tilgan. Avtomobilning pultiga bitta e'tibor bering.
qanaqa ajoyib noziklik bilan ishlab chiqarilgan. Xo'p, podstakannik. Bu yerda demak katta bo'lmagan hajmda bar joylashgan va bu yerda ochiq joy bor va telefon zaryadlash uchun maxsus o'zini portlari ham bor bo'lgan mana shunaqa avtomobil. Yuqori qismiga o'tamiz. Yuqori qismida demak quyoshdan to'suvchi panellarni avtomatik ochganingizda ko'zgusida demak yoritgichi yonadi. Sensorli emas ekan yoritgichlari, bu demak bosadigan tugmalardan iborat. Shuningdek, demak yuqori qismida avariyniy tugmasi joylashgan va yordam so'rash tugmalari ham joylashgan ekan. Yuqori qismida demak bizda panorama tomi bor. Panorama tomini ikkiga bo'linadi. Ya'ni haydovchi uchun alohida panorama tom va orqada demak yo'lovchilar uchun alohida panorama tomni pardalarini ochish imkoniyati bor. Ko'rib turganingizdek biz old tomonni pardalarini ochdik, endi orqa tomonni pardalarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari demak tepada yana akustika joylashgan. Bu albatta o'ziga yarasha komfort beradi. Va hozir endi o'rindiqlari haqida gaplashamiz. O'rindiqlari lekin maza o'tiribman, lekin quchoqlab olgan meni. Bu haqda ma'lumot beramiz. Avtomobilning oldi o'rindiqlarida abagrev, abduf, massaj funksiyalari ham bor va hammasi elektropaket, ya'ni elektron boshqarish tugmalari mavjud. Undan tashqari mana bu yerda belingizga moslashtirib o'zingizga xohlagan holatda demak sozlamalarga qo'ysangiz bo'ladi. Bu albatta o'ziga yarasha komfort beradi. Juda ham yumshoq charmdan qilingan nappa koja va sun'iy charmni bir-biriga moslashtirib juda ham komfort holatda mana shunaqa o'rindiqlar qilingan. Orqa o'rindiqlar esa kapitan o'rindiqlar hisoblanadi. Orqa o'rindiqda demak ko'rib turganingizdek bunda ham abagrev, abduf, massaj funksiyalari mavjud. Undan tashqari demak notebook qo'yish uchun maxsus o'zini joyi bor. Bu albatta oldi o'rindiq ikkalasida ham joylashgan. Oldi o'rindiqni orqa tomoni ham o'ziga yarasha chiroyli qilingan. Bu yerda aytib o'tganimizdek yog'ochdan dekorativ mana shunaqa dizayn qilingan va bu yerda mana hujjatlar qo'yib qo'yish uchun maxsus o'zini joylari ham bor. Orqa o'rindiqda mana shunaqa 6 dyumli monitor bor. Bu monitor orqali demak biz konditsionerlarni, demak o'rindiqlarni abagrev, abduf, shuningdek massaj funksiyalarini yoqishimiz mumkin bo'ladi va albatta monitorni tushirishimiz mumkin bo'ladi. Monitorni ochish tugmasini bosamiz va monitor avtomatik tarzda ochiladi va qarshingizda 21 dyumli mana shunaqa katta monitor paydo bo'ladi. Va siz bemalol bu yerda xohlagan demak videolarni ko'rishingiz, hattoki qarang, monitor orqali ham abagrev, abduf, massaj funksiyalarini boshqarishingiz mumkin bo'lar ekan. Qoyilmisizlar? Hattoki bu monitor orqali oldi qatordagi o'rindiqlarni abagrev, abduf funksiyalarini yoqish imkoniyati mavjud. Bunaqasini ko'rmadim hali. Xo'p, Li9 avtomobilida ham xuddi shunaqa monitor bor, lekin u monitor orqali oldi funksiyalarni boshqarish imkoniyati bormidi, yo'qmidi, to'g'risi eslay olmadim. Agar siz bilsangiz kommentariyada yozib keting. Qoyili. Abagrev, abduf funksiyalari 3 ta holatda boshqarish imkoniyati bor ekan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi skoruslarda demak abagrev, abdufni boshqarish imkoniyati mavjud ekan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Qoyil. Faqatgina qoyil qolish kerak. Hop, monitorni boshqa joylarga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda filmlar, videolar tomosha qilish, bu yerda musiqa eshitish imkoniyati bor. Hozircha xitoy tilida, lekin menimcha tez orada buni ham rus tiliga o'tkazish sozlamalarni qilishadi. Xo'p, tepa qismida nima joylashgan? Bizda panoramli tom joylashgan va panorama tomni pardalarini ham biz mana shu monitor orqali boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bu monitor orqali biz xolodilnikni ochib yopishimiz va xolodilnikni sozlamalarini to'g'irlashimiz mumkin bo'lar ekan. Sozlamalari deganda qanaqa ma'noni tushunsa mumkin bo'ladi. Qarang, bu xolodilnik vazifasini ham bajaradi. Mana ochamiz. Bu hozir xolodilnik vazifasini, qishda esa bu demak mikrovolnovka vazifasini bajaradi.
Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik bu narsa muhim? Hozirgi yozgi holatda ichimliklarni salqin saqlash juda ham kerakli. Lekin mikrovolnovka qanchalik kerak yoki kerak emasligi buni bilmadim. Lekin buni ham o'ziga yarasha boshqarish sozlamalarni qo'yish, ya'ni -4, -5 sozlamalarga qo'ygan holatda demak biz xolodilnikni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Avtomobilning ikkinchi qator tepa qismida yana nimalar mavjud? Konditsioner uchun maxsus kanal, shuningdek akustika maxsus yana bu yerda demak qo'yilib ketilgan va bu yerda maxsus o'zini demak yoritgichi bor. Bu yoritgich rolikli va rolikni uni siz boshqarishingiz mumkin bo'ladi, lekin bu tugmali ekan, sensorli emas. Xo'p, eshiklarimizda pardalar bor. Pardalarni tushirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir avtomobillarda, ya'ni mana shunaqa oilaviy katta avtomobillarda bu pardalar avtomatik tarzda tushiriladi, avtomatik tarzda ko'tariladigan pardalar edi. Siz qaysi avtomobilda mana shunaqa avtomatik tarzda ko'tarilib tushiriladigan pardalarni ko'rgansiz? Kommentariyada yozib keting. Boshqalar ham ma'lumotga ega bo'lishsin. Endi avtomobilni ikkinchi kapitan o'rindig'i haqida alohida gapiramiz. Haqiqatda u alohida mavzu desak ham bo'ladi. Avtomobilni bu o'rindig'ida yana ham qo'shimcha funksiyalari mavjud. Bu funksiyalarni hozir sizga ko'rsataman. Birinchisi, demak bu biz avtomobilni bu yerda demak maxsus oyoq tirgagichini chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Rus tilida buni atamanka deb ataladi. O'zbek tilida oyoq tirgagich deb atadik. Xo'p, buni demak maxsus chiqarish imkoniyati bor. Alohida. Shuningdek, avtomobilni o'rindig'ini boshqarishimiz mumkin. O'zimiz avtomatik tarzda va bu yerda demak o'zini sozlamalarini, ya'ni belgi sozlamalarini qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir tugmasi borki, bu tugma orqali oldi o'rindiq avtomatik tarzda oldinga qarab yuradi va bu o'rindiq esa sizga komfort holatga, ya'ni yotish holatiga o'tadi. 120 gradusgacha yotish imkoniyatini berar ekan. Men o'zi bu avtomobilni o'rganayotganda, bu avtomobilni oldi qatorida mana bu yerda qo'shimcha tugmasi yo'q ekanda, ya'ni mana bu oldindagi demak o'rindiqni biz boshqara olmas ekanmizda degan xayolga kelgandim. Lekin aslida buni ham boshqa yo'l bilan ko'rishgan ekan. Qarang, bu tugmasini bosaman. Oldi o'rindiq oldiga qarab turib surildi. Bu esa 120 gradusga yotish imkoniyatini beradi. Avtomatik tarzda oyoq tirgagichlar ko'tariladi. Orqa esa pastga qarab yotadi. Mana shu holatda 120 gradusda bemalol yotib ketish imkoniyati bor. Olti o'rindiqni surilgan holatini bitta ko'ring-da. Va avtomatik tarzda yana yonida knopkasi bor, uni bossangiz, demak o'rindiq yana o'sha o'zini holatiga qaytadi. Hammasi inobatga olingan. Birinchi bu o'rindiq o'zini holatiga qaytadi, so'ngra oldi o'rindiq oldiga qarab suriladi. Ajoyib-a? Avtomobilni o'rindig'i nafaqat oldiga, orqaga, balki yon tomonga ham surilmoqda. Buni ham inobatga olish kerak. Demak, orqa pardalarni ochishni ko'ramiz monitor orqali. Pardalar ochilyapti. Hattoki monitorda necha foizga ochilayotganini ham ko'rsatib turar ekan. 100% ochilganini ko'rsatyapti. Xohlasangiz 50% ga ham sozlamalarni qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni parda 50% gacha, yarimgacha ochiladi. Xo'p, endi nimaga o'tamiz? Demak, bizda orqada 3-o'rin ham bor. 3-o'rinda biz qanaqa holatda joylashamiz? Ba'zi bir avtomobillarda shunaqaki, biz agar 3-o'ringa o'tsak, sig'may qolishimiz mumkin. Bu avtomobilda qanaqa joylashgan? Xo'p, hozir ko'rib turganingizdek, men bemalol o'tiribman. 2-o'rindiqda ozgina oldiga ham surishimiz mumkin yoki mana joyida avtomatik tarzda qoldirdim. Xo'p, endi orqa o'rindiqqa o'tamiz. Orqa o'rindiqqa o'tib joylashib ko'ramiz. Orqa o'rindiqda ko'rib turganingizdek bemalol joylashdim. Hattoki bu yerda joy ham qoldi. Orqa o'rindiqda nimalar joylashgan? Telefonni zaryadkasi uchun maxsus port. Undan tashqari demak обогрев funksiyasi bor ekan, obduv funksiyasi yo'q ekan orqa qatorda. Ya'ni faqatgina o'rindiqlarni isitib beradi. Undan tashqari maxsus o'zini tugmasi bor. Bu tugma orqali siz yana ham o'rindiqni tushirishingiz mumkin. Qarang, joylashib o'tirishingiz uchun o'rindiqni tushirishingiz yoki ko'tarishingiz mumkin bo'lar ekan. Maxsus pardalarni ochib qo'yishingiz yoki tushirib qo'yishingiz mumkin va tepada konditsioner kanali bor.
va yana bu yerda orqa o'rindiq uchun demak yoritgich bor. Bu ham roliklik boshqarish imkoniyatini beradi. Orqada yana akustikasi bor albatta. Mana shunaqa menga to'g'risini aytganda kattaligi jihatdan yoqdi. Shuning uchun ham u hozir Li 9 dan ham Aito M9 dan ham uzun avtomobil qatoriga kiryapti. Bu avtomobillarda ham orqada bemalol o'tirasiz, lekin bunda undan ham yaxshi ekan. Kommentariyada yana fikringizni qoldiring. Avtomobilni bagajini ochilishi uchun ko'p holatlarda tugmalari mana shunaqa pastlarda joylashgan va buniki esa mana shunaqa chiroylikkina o'rtada joylashgan, markazda bosasiz va avtomatik tarzda ochiladigan eshik. Avtomobilni bagajini kengligi 337 litrni tashkil qiladi. Lekin biz demak avtomobilni tugmalari orqali boshqarishimiz mumkin, ya'ni 3-qatorni yotqizishimiz mumkin bo'ladi va bagajni kattalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Avtomobilni 3-qatorlarini, o'rindiqlarini yotqizdik va o'z-o'zidan 337 litrlik bagaj 2,5 litrlik katta mana shunaqa bagajga aylanadi. Undan tashqari avtomobilda maxsus o'zini tugmasi bor. Bu tugma Li 9 da ham bor, Aito M9 da ham bor. Bu tugma nima vazifa bajaradi? Agar sizda og'irroq yukingiz bo'lsa, buni tugmani bossangiz avtomatik tarzda avtomobil pastga pasayadi va siz bemalol yukni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa. Undan tashqari bu yerda portlari bor. Demak, qo'shimcha bu yerda demak joyni ochish, kattalashtirish mumkin bo'ladi va qo'shimcha demak jihozlarni qo'yish imkoniyati bor. Bu hali hammasi emas. Avtomobilda bundan tashqari yana bitta bagaji bor. Hozir ko'rsataman. Avtomobilning yana bitta bagaji bu old qismida joylashgan. 176 litrli bagaj bor. Bu yerga ham bemalol joy qo'ysangiz bo'ladi. Eng zo'r joyini aytaymi? Do'stlar bilan o'tirib olib, shu yerda gaplashib, pista chaqishga nima yetsin? Nima deysiz? To'g'risini ayting, bu mashinaga necha baho berdingiz? Li 9, Aito M9 lar bilan raqobatlasha oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu juda ham ko'pchilikga qiziq. Sababi bu mashinani olgan yaxshimi yoki sal qimmatroqga Aito M9, Li 9 larni olgan yaxshimi? O'rtoqlar, avtomobilning batareyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, demak biza ikki xil versiyada ishlab chiqariladi dedik. To'liq elektr versiyasida 115 kilovatlik batareya bilan jihozlangan. 720 kilometr yuradi. Bu haqda aytdik. Endi gibrid versiyasida bo'lsa 83 kilovatlik, demak batareya bilan jihozlangan va 500 kilometr yuradi dedik. Endi batareyasini o'zi turi jihatidan qaysi turda qilinadi? Hozirgi ko'plab demak elektromobillar litiy temir fosfat bilan ishlab chiqariladi. Bu ham litiy temir fosfat bilan ishlab chiqarilgan, lekin unga litiy nigel marganes kobalt birgalikda texnologiyasini uyg'unlashtirgan holatda ishlab chiqarilgan. Qarang, ikkita batareyani birgalikda texnologiyasini uyg'unlashtirish. Xo'p, nimaga erishilgan? Birinchidan uzoq mil xizmat ko'rsatadi. Ikkinchisi uzoq masofani bosib o'tadi, tez zaryadlanish imkoniyatini beradi va yana xavfsizligi jihatidan juda ham xavfsiz hisoblanadi. Batareya texnologiyasi esa Katel batareyalari tomonidan taqdim etilgan ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu avtomobil oilasini qadrlaydigan, oilasini sevadigan okalarimiz uchun, bir opa-singillarimiz uchun mana shunaqa avtomobil sovg'a qilsangiz, farzandlaringizni olib haydab yurishadi. Avtomobilning narxlariga keladigan bo'lsak, avtomobilning gibrid versiyasi Leap Motors avtosalonlarida 625 million, to'liq elektrda harakatlanadigan versiyasi esa 650 millionni tashkil qiladi. Siz bu avtomobilni Yashnobod tumani, ya'ni Texnobar korxonasini to'g'risida joylashgan Leap Motors saloniga tashrif buyurgan holatda ko'rishingiz mumkin. Yaxshi niyatlar bilan keling. Hozir imkoniyatingiz bo'lmasa, yaxshi niyat bilan niyat qilib keting. Har holda so'nggi texnologiyalardan xabardor bo'lasiz. Sizni avtosalonda kutamiz.